Ismoil aka namchi chaynayapsizlar. Mana yo'ligim bu. Yoqmayotgan bo'lsa aylanib o'tinglar, xo'pmi? Og'irroq bo'ling, qo'shni. Bu yo'l siz kelgunizcha ochiq edi. Kecha ochiq bo'lgan bo'lsa, bugun yopiq. Qanaqa tushundinglar? Qo'shni kecha ham bir ayol mash panjarangiz sababli katta ko'chaga chiqishga majbur bo'ldi bolalari bilan. Sal qoldi mashina urib olishiga. Qo'y Ismoil ukam, tortishmay qo'ya qol. Shu aylanib o'ta qolinglar yur. Nozimaga nima tortishmayman. Qarang, bu joy eng pana joy hisoblanadi. Yomg'ir yog'ganda, quyosh chiqqanda yosh kattalar, yosh bolalar shu yerdan o'tishadi. Nima endi? Katta ko'chani kesib o'tish kerakmi shu deb? Qo'ysanglar-chi, bunaqa yo'lda faqat men yopinmanmi? Qaranglar qo'shnilarga, hamma panjara qilgan u. Qo'shni yaxshilab qarang. Qo'shnilar panjara qilgan, lekin aynan shu joyini ochib qo'ygan. Bo'ldi, xo'p. Bittasini aqlliysizlar, men ahmoqman. Mayli. Manida tortishmaylar. Daryodan aylanib o'tiraman men. Bu yo'lni ham biramanlab yodlab olaman. Nozim aka, mayli yo'lni aylanib ham o'tarsiz. Lekin bu yo'l birovning haqqi hisoblanadi. Qachongacha bunaqalar yo'lni o'ziniki qilib oladi? Yetib bormasa qiynaganda. Yuring, ayolni aylanib o'taylik, insof bersin.